Ovqat aka, O'labey. bitta obunachilarimizga mana shu Vinsankiga bostirishni ko'rsatamizmi? O'rgatasizmi aka, mana shu tarafiga. Ko'ringlar mana. Usta akalar mana yumshoq chochoqda olib, ustiga bostirishni mana sariyog' suvganda surib, uni asta-sekinlik bilan bir-biriga qo'shib, kattaga shimitib yedirib olasizlar. Yedirib, cho'tka qilib olgandan keyin Vinsankamizga surishni boshlaysiz. Hozir buni ko'rsataman Vinsanka surishni. Xonamizning umumiy interyeriga juda ham chiroyli tushdi. Ikkita chetda shkaf bo'ladi, xudo xolasa. Vinsanka mana bosqin surishni ko'ryapti. Yedirib oldi akamiz. Cho'tka qilib yedirib olsa, latta shima oladi, nam holatda bo'ladi. Asta-sekinlik bilan qarab turinglar. Sizlarga atikdan chiroq tushadigan tarafdan ko'rsatyapman. Agar bosib surganingizda mana shunaqangi yaltirab turmasa, o'sha Vinsankalar mutnilashib xira bo'lib qoladi. Mana ko'rganlaringdek. Ustini o'ziga ham latta payrovka qilyapti. Yaltiratib cho'tka qilib ketyapti. Sizlarda bosishda qanaqa xatolik bo'lib turgan bo'lsa, mana tekshirib o'zingizlar ko'rib olsanglar bo'ladi. Mana shunaqangi bo'lib chiqmagan bo'lsa, sizlar payrovka qilganlaringiz ochilmaydi ba'zi. Bosishda vazifasi hech qachon Vinsankani oynaga yaltiratib olmaydi. Uni ustida zashit bo'lib turadi. Shuni hisobga olinglar. Projekt kanalda ko'rib ko'rasizlar.